Yaqin kunlarda siz ota-onangizni yoki o'zingizga qadrli bo'lgan insonlarni yoki o'zingiz qaysidir mamlakatga borib o'zingiz dam olib, ham sayohat qilishni xohlayotgan bo'lsangiz, bu taklifim aynan siz uchun mos va bunaqa imkoniyatdan foydalanib qolish kerak. Chunki bunaqa paketlarimiz, bunaqa tarifdagi sayohat tariflari har doim qimmat bo'lib kelgan shu paytgacha va bu hozirgi paytda o'sha narxning yarmi desak ham bo'ladi. Ya'ni gapni ko'p cho'zmaymiz. Ozarbayjonga, Naftalanga 5 kecha va Bakuda 2 kecha qolinadi. Litsenalari ham bo'ladi va standart xona bu narx esa 2 kishiga. Bu degani $1480 2 ga bo'linadi. Ya'ni $740dan siz 5 kun davolanishingiz mumkin, 3 mahal ovqatlanishingiz mumkin, mazza qilib, charchoqlarni chiqarib, hayotga yanada bir sveji bo'lib qaytishingiz mumkin-da. Va oxirida qaytishingizda shaharga 2 kecha qolasiz va Bakuda 2 kunlik ekskursiyamiz bor va o'sha ekskursiyadan bahramand bo'lib, birdan shaharni ham ko'rib, O'zbekistonga qaytishingiz mumkin bo'ladi. Va bu tur paketni siz eng yaqin insonlaringizga yoki o'zingizga ravo ko'rishingiz mumkin. Bu juda ham oldingi narxlarga nisbatan arzon hamda ekonom bo'lgan paket. Juda ham foydalanib qoladigan joyi hozirgi paytda. Agar sizga ham bundan boshqa paketlar kerak bo'ladigan bo'lsa yoki umuman shunga o'xshash garyash turlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'raymiz va bizda hammasini ko'rib, tomosha qilib, o'zingizga ma'qul kelgan paketni sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting.